juda hashamatli bo'lsa, o'sha VIP, VIP bo'ladi. O'rtacha puli bo'lmagan odamlar mundoq yoki juda ham ekonom klassda ketadi. Shunaqa qilib tanlaydi mablag'iga qarab. Kim bunda, kim unda, kim yaxshisida, kim o'rtachasida, kim umumiy hamma ketadigan joyda ketyapti. Ulamolar aytayaptiki, ko'ryapsizmi deyapti. Hamma har xil xonada ketyapti. Lekin hamma ketyapti. Hamma bir joyga boryapti. Faqatgina vaqtincha kimdir rohatlanibroq ketyapti, kimdir qiynalibroq ketyapti. Ammo hamma ketyapti va bir joyga ketyapti. Endi bizga o'rgatadiki, sen mana shu vaqtincha dunyoda qanday holatda ketishligidan qat'iy nazar bu yerda emas, o'sha boradigan joyingni obod qilishligini o'ylanib tur deydi. Chunki bu vaqtincha. Dunyo ko'payib ketsa ham aytish kerak, bu vaqtincha deb.